Ovozlari ham o'ziga keldi, yurishlari ham ancha zo'r, tez. Qoyil qoldim, lekin xudo xolasa boshqa mashinalarimiz ham bor, olib kelamiz akaga. Bugungi ishlarimizda bizda Gentra mashinasi, bularda bo'lib turgan muammo, mashina tortmay qolgan ekan. Umuman ovozlari o'zgarib, mashina uchib qolayotgan ekan gazda. Xudo xolasa programma ishlarini chiroyli qilib berdik. O'rtoqlar. Hop, akamizning ham bir fikrlarini eshitamiz. Okay. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Xullas, Gentraga tortmasdan ancha qiynayotdi. Aka tavsiya qiluvdilar, keluvdik. Juda chiroyli qilib berdilar uni. Ovozlari ham o'ziga keldi, yurishlari ham ancha zo'r, tez. Qoyil qoldim, lekin xudo xolasa boshqa mashinalarimiz ham bor, olib kelamiz akaga. Ko'rasa tavsiya qilamiz aka. Mana zo'r lekin aka. Ko'ngilidek chiqdi lekin. Xursand bo'ldik. Rahmat aka, mehnatga rozi bo'lingiz ham. Salomat bo'ling, rahmat. O'rtoqlar, kimda kimga shunaqa sifatli xizmatda qiziq bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilsa bo'ladi. Assalomu alaykum.